Hozir bu turishda bu qiz nimani reklama qiladi deb o'ylayotgan bo'lsanglar kerak, 295 mingga do'konimizga chiroyli dvoykalarimiz keldi. Bilsanglar, oldin kiloti bilan va nimchasi bilan kelardi, ya'ni kardigani bilan. Endi hozir ichida shunaqangi chiroyli jenforchasi bilan va ustida juda ham chiroyli kardigani bilan kelgan qizlar. Pastiga shunaqangi yubkalarimizda alohida xarid qilib kiysanglar bo'ladi. Qaranglar, ichidagi nimchalarini, issiqqina qizlar, shunaqangi zo'r ekan. Eski mana bu angorka biruzkafkalarimiz bo'lardi, xuddi shunaqaga o'xshaydi. Narxlari 295 ming, kardiganlari ham uzungina, ko'rishingiz mumkin. Men sizlarga hozir mana bittasini kiyib ko'rsataman qizlar. Kardiganlarni ham qaranglar, uzungina, bemalol shimla bilan, yubkalar bilan, ayniqsa ishlaydigan opa-singillarimiz hozirgi yomg'irli havolarda ko'chalarda yomg'ir boshlandi, mazza qilib shuni xarid qilib olsanglar bo'ladi. Hozir joyda xarid qilinglar qizlar. Chunki hozir keldi issiq holida, hali birov ko'rmasidan sizlarga obzor qilib beraman. Ustimdagi bejviy, to'q bejviy rasvetkasidan tashqari shunaqangi chiroyli och bejviy rasvetkasidan kelgan qizlar, mana dvoyka, juda ham chiroyli dvoychkamiz, hamda shunaqangi seri rasvetkasi, o'sha hamma yaxshi ko'rgan seri rasvetkasidan kelgan qizlar. Shimla bilan kiysanglar haqiqatdan rosa chiroyli turadi va o'sha hamma sevgan qora rasvetkasidan ham olib kelganmiz. Aynan xadovoy rangi bu, обязательно ichida qora bo'ladi. Mazza qilib kiyasizlar qizlar. Hozir kunlar уже ancha sovuq bo'lib qoldi. Hozirgi havolarda quruq o'zini mazza qilib kiyishingiz mumkin. Aytib o'tganim ichida biruzkafkasi bor, shunaqangi va usti kardiganchigi bor. 295 ming narxlar bilan chiqqan, razmerlar standart, 12 viloyatga dastavka xizmatlari bor. Ulgurib olinglar qizlar, sonlari kam, yetmay qolishi mumkin. Keyin yetmay qoldi, xafa bo'lmaysizlar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz va eng yaxshilarini, shunaqangi zo'rlarini sizlarga ilinamiz. Kachishka bo'lib ketmaydi, cho'zilib ketmaydi. Sifatiga xavotir olmanglar.